Siz bilan bizni bu vujudda bor bo'lishligimiz Alloh taoloning bizga bergan in'omi. Alloh bizni bor qildi. Hidoyatni berdi, rushdni berdi va mana shu koinotni siz bilan bizga bo'ysundirib berdi. Alloh bu koinotni inson bolasiga bo'ysundirib berdi. Albatta bu al-Javvad bo'lgan Robbimizning fe'lidan. Alloh azza va jalla omonatni, ya'ni dinni, shariatni, ibodatni osmonlar va yerlarga arz qilganida, taklif qilganida ular uni ko'tarishlikdan bosh tortishdi. Lekin inson uni ko'tardi. Robbimiz aytadi, Astagfirullah: "Inna aradnal amanata alas samawati val ardi val jibal fa abayna." Albatta biz bu omonatni osmonlar, yer va tog'larga arz qildik, bas ular bosh tortdilar ko'tarishdan. An yahmilnaha va ashfaqna minha va hamalaha al-insan. Uni ko'tarishidan bular bosh tortdi, ammo inson uni ko'tardi. Va mana shu omonatni ko'targanligi uchun Alloh azza va jalla bu koinotni inson zotiga bo'ysundirib berdi. Va mana shu bo'ysundirib berishligi Allohning omonatini qabul qilganligi uchun bo'ldi. Biz omonatni qabul qildik. Allohga ixtiyoriy suratda ibodat, qullik qilishlikka rozi bo'lganligimiz uchun bu koinotni bo'ysundirib berdi. Va sakhara lakum ma fis samawati va ma fil ardi jami'an minh. U zot o'z tomonidan sizlarga osmonlardagi va yerdagi barcha narsani bo'ysundirdi. Koinot bizga bo'ysundirildimi? Biz uchun bo'ysundirildimi? Demak, biz Alloh taoloning nazdida mana shu koinotdan ko'ra hurmatliroqmiz. Chunki hurmatliroq bo'lgan uchun hurmati pastroq bo'lgan taraf bo'ysundiriladi. Yana qaytarib aytaman. Biz Alloh taologa mana shu ibodatni, omonatni qabul qilganligimiz uchun aziz mukarram bo'ldik. Shuning uchun koinotni bizga bo'ysundirib berdi. Demak, dunyoda turganligimiz Alloh taoloning bizga in'omi bo'ldi. Endi bu in'om, bu bo'ysundirishlar, bu atoyatlar siz bilan bizni Allohga ibodat qilishlikka yetaklashligi kerak. Izzat ikrom ko'rsatdimi? Bandadan javob bo'lishligi kerak. Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun. Men dedi Alloh taolo, jinlar va insonlarni faqat menga ibodat qilsin deb yaratdim. Nima deb bo'ysundirib beribdi bizga bu koinotni? Bandalarim menga ibodat qilsin deb. Demak, vujudga kelishdagi maqsadimiz shu. Endi mana shu maqsadni yuzaga oshirishlik uchun nima qilishimiz kerak? Bir tolibi ilm o'zga bir yurtga tabobat ilmini o'rgangani safar qiladi. O'sha shaharga boradi, o'sha mamlakatga boradi. O'sha borgan shaharida nimalar bor? Kinoxonalar bor, teatrlar bor, bog'roqlar bor, cho'miladigan plyajlari bor va universitet ham bor. Bu odamni, bu yigitni bu shaharga, mamlakatga kelishdagi maqsadi aniq. Tabobatni o'rganish. Binobarin u kinoxona va teatrxona va plyaj yurishi ham mumkin. Unda ham kuni o'taveradi. Yoki maqsadiga yetishlik uchun universitetda o'qishligi ham mumkin. Xuddi shunga o'xshaganda birodarlar. Siz bilan bizni dunyoga kelishimizdagi maqsad Allohning qulchiligi ekanmi? Qulchilikka bizni olib boradigan ishlarda hammasi mashru bo'ladi. Qulchilikdan bizni to'sadigan hamma narsa mamnu bo'ladi. Talib ilmga tabobatni o'rganish uchun nima ish qilish kerak bo'lsa, shuni qilish mumkin va kerak. Uni shu tabobatdan to'sadigan har bitta ish mumkin emas, unga kerak emas. Biz nima kelyapmiz dunyoga? Alloh taologa qulchilik qilgani, ibodat qilgani. Shuning uchun inson Allohning nazdida mukarram maxluq bo'ldi. Agar u toatda, ibodatda, taqvoda tursa, maloikalardan ham ustun bo'ladi. Agar ma'siyatga, fahshga, gunohga botadigan bo'lsa, kirib ketadigan bo'lsa, hayvonlardan ham tuban holatga tushib ketadi. Shuning uchun Alloh taoloning nazdida shariat o'lchovida odamlar bor yo'g'i ikki xil bo'ladi. U odamlar qaysi zamonda yashayotgani muhim emas. Qaysi makonda, millat qanaqa, tabiati, mazhabi, urfi, nasl nasabi qanaqa bo'lmasin, farqsiz. Bor yo'g'i ikkiga bo'linadi. Birinchisi, Allohni tanigan, uni manhaji bilan yashagan va shuni oqibatida ikki dunyoda saodatga erishgan mu'min yoki Alloh taolodan g'ofil bo'lgan, uni manhajidan yuz o'girgan, natijada ikki dunyoda badbaxt bo'lgan kofir. Uchinchi toifa yo'q. Demak, inson zoti yo itoatdagi mu'min bo'ladi, ikki dunyoda baxtli bo'ladi, yoki
fosiq, fojir, kofir bo'ladi, ikki dunyoda badbaxt bo'ladi. Astagfirullah. Vallayli idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wama khalaqa adh-dhakara wal-untha inna sa'yakum lashatta fa amma man a'ta wattaqa va saddaqa bil husna. Mana shu joyga to'xtaymiz. Borliqni o'z zulmati bilan o'rab kelayotgan kechaga qasam. Yorishib ko'ringan kunduzga qasam. Erkak va ayolni yaratgan zotga qasamki, shak shubhasiz sizlarning sa'y harakatlaringiz xilma-xildir. Ya'ni har xilsizlar. Turlisizlar. Turli zamonda yashaysizlar, turli makonda yashaysizlar, iqtisodiylar, siyosatiylar, ahvolilar har xil, turlisizlar. Endi kim o'z moli davlatidagi kambag'al bechoralarga berishi lozim bo'lgan zakot va sadaqatlarni ato etsa, birinchi e'tibor beradigan joyimiz ato etsa va saddaqa bil husna, hamda go'zal oqibatni, jannatni tasdiq etsa, biz uni oson yo'lga muyassar qilib qo'yarmiz. Tasdiq etsa, ato qilsa, hayotini mana shu ikkita narsaning ustiga qursa, oxiratda borligiga ishondi, jannatda borligiga ishondi va hayotini odamlarga bir narsani ato qilishlikni ustiga qurdi. Demak, bu inson o'zini jannat uchun yaralganligiga ishondi. Ishonganidan keyin o'zini borini haloyiqqa ato qilishlik ustiga hayotini qurdi. Demak, ishondi, qo'rqdi, ato qildi. Shu qoidani eslab qolaylik akalar. Juda ham oson qoida. Shu qoida bo'lsa, biz ikki dunyoda saodatli bo'lamiz. Ishondik, qo'rqdik, ato qildik. Ya ibn Adam, anfiq unfiq alayk deydi Alloh taolo hadis qudusiyda. Ey odam bolasi, infoq qil, men ham infoq qilaman senga. Bizda teskarida, nima deymiz? Avval sen ber. U Alloh bergandan keyin berish hammaning qo'lidan kelaveradi. Beruvda so'radingiz, masalan, million so'radingiz, million berdi. Bergandan keyin 100 ming berish osonda. Yo'q, Alloh taolo aytayapti, yo'q, avval birinchi qadamni sen qilasan. Ishonasan, qo'rqasan, ato qilasan, keyin olasan. Ma'qulmi? Ishondi, qo'rqdi, ato qildi. Mana shu mo'min kishining xususiyati. Uni g'ami oxirat. Qarangda, hayotidagi eng muhim masala oxirat bo'lib qoladi. Yeyishi ham, ichishi ham oxirat uchun. Yurishi ham, turishi ham oxirat uchun. Berishi ham, man qilishi ham oxirat uchun. Hamma narsa oxirat uchun. Musulmon odam egoist bo'ladimi degan bir masalani ko'rganmiz, esingizda bo'lsa. Egoist kim? Faqat o'zini. Musulmon odam egoist bo'ladimi? Rozi egoist bo'ladi-da. O'zi egoistlik yomon sifat. Xudbin. Faqat o'zini o'ylaydi. Faqat o'zini. Musulmon odam nima qilsa o'zini o'ylab qiladi. Ihson qilayotganda u kambag'alni o'ylab qilayotgani yo'q u. Kim o'ylab qilyapti? O'zini o'ylab qilyapti. Zakot berayotganda kim o'ylayapti? Ko'zini fahshdan, tilini fahshdan to'sayotganda kim o'ylayapti u? Revent taqayotganda kim o'ylayapti? Svetoforda qizilga to'xtayotganda kim o'ylayapti u? Bizchi o'zi to'lqin egoist emasmiz o'zi. Biz o'zimiz haqimizni ham g'am qila olmaymiz o'zi. Boshqalar haqida g'am qilishni qo'ying. Biz o'zimiz haqimizni ham yetarli g'am qila olmaymiz, to'g'rimi? Mo'min kishining hayoti mana shunday bo'ladi. Uni hayoti ato qilishlik ustiga quriladi. U borini beradi. U borini beradi. Vaqtini, ilmini, hunarini, vaqtini, umrini beradi. Evaziga nima oladi? Evaziga nima oladi? Allohning rizosini oladi. Inson bolasi istiqomati, to'g'ri yo'lda turganligi sababli salomat bo'ladi, solih amali tufayli baxtli bo'ladi. Qaytaramiz. Mustaqim turganligi sababli inson salomat bo'ladi, endi solih amal qilsa saodatli, baxtli bo'ladi. Dalil? Astagfirullah. Innal ladina qalu robbunallohu thumma istaqamu. Albatta Robbimiz Alloh deb so'ngra shu yo'lda mustaqim turgan insonlar. Tatanazzal alayhimul malaika. Ularga o'lim lahzalarida malaikalar tushadida alla tahofu va la tahzanu.
Sizlar qo'rqmanglar, mahzun bo'lmanglar. Albatta biz sizlarni u dunyo bu dunyo hamrohlaringlarmiz deb taskin beradi qalbiga. Kimga? Iymon keltirib, mustaqim turgan kishilarga. Iymon keltirib, mustaqim turib, solih amal qilgan kishilarga. Alloh azza va jalla al-Jawad, saxovatli, saxiy bo'lgan zot. Siz bilan bizni vujudga keltirdi. Va bu vujudga nimaga keltirganligini bayon qildi? Menga ibodat qilishinglar uchun. Alloh taolo siz bilan bizni ikki dunyoda saodatli bo'lishimizni xohladi. Illa man rahima robbuk va lizalika xalaqahum. Magar Parvardigoringiz rahim qilgan kishilargina haq yo'lda ittifoq bo'lib yasharlar, ularni shuning uchun yaratgan. Ittifoq bo'lib yashashlik uchun, dunyoda ham oxiratda ham baxtli bo'lishlik uchun. Musulmon odam Robbisining ismlaridan o'ziga o'lish nasib olishligi kerak. Alloh taolo Ar-Rohim, demak musulmon bandada rahmat sifati bo'lish kerak. Alloh taolo Al-Karim, demak musulmon kishida karimlik sifati bo'lishligi kerak. Alloh taolo Al-Jawad, demak musulmon odamda saxovat bo'lishligi kerak. Alloh taolo mana shu sifatlarni o'zida paydo qilgan bandasini yaxshi ko'radi. Odamlar yer yuzida yashar ekan, ikki xil toifaga bo'ysunib kelgan. Qaysi zamon, qaysi makonda yashagan bo'lmasa odamlar ikki xil toifaga bo'ysungan. Bu odamlar g'arbda yashaganmi, sharqdami, boymi, kambag'almi, sog'mi, kasalmi farqi yo'q. Birinchi toifa mansabdorlarga itoat qilishgan. Podshohlarga, mansab egalariga, quvvat egalariga. Ikkinchi toifa anbiyolarga ergashishgan. Siz bilan biz ham shu ikki toifadan bittasiga albatta bo'yinsunamiz, ergashamiz. Musulmon odam inson zotini taqsim qilayotgan paytda Robbisini o'lchovi bilan qaraydi. Iymoni o'lchovi bilan qaraydi. Alloh taoloning o'lchovida qanday? Odamlar ikki xil. Yo zalolatda, yo hidoyatda. Yo mo'min, yo kofir. Yo saxovatli, yo baxil. Uchinchi toifa bo'lmaydi. Musulmon odam Robbisini go'zal ismlaridan o'ziga ulush nasib olishligi kerak. Mana aytdik, odamlar yo payg'ambarlarga ergashgan, bo'ysungan, yo mansabdorlarga. Qarang, payg'ambarlar o'zini hayotini odamlarga ato qilish ustiga qurgan, borini bergan. Mansab egalari, quvvat egalari, sultonlik egalari esa haloyiqdan olishlik ustiga qurgan hayotini. Shuning uchun anbiyolar odamlarning qalblariga ega bo'lishgan, mansabdorlar odamlarning bo'yinlariga ega bo'lishgan. Anbiyolar odamlar uchun yashashgan, lekin odamlar mansabdorlar uchun yashashgan. Yana qaytarib aytamiz, ikki xil odamga ergashadi inson. Bo'yinsunadi. Yo mansab, quvvat egalariga bo'yinsunib itoat qilib yashaydi, shularni yaxshi ko'rib, yoki anbiyolarga. Shuning uchun sen birodar o'zingdan so'ra. Sen kimga ergashganlardansan? Sen o'zingni boringni haloyiqqa, xalqqa berib, vaqtingni, hunaringni, ilmingni, toqatingni, kuchingni, tajribangni berib turib saodatli his qilyapsanmi? Yoki olib o'zingni yaxshi his qilyapsanmi? O'zingda bor narsani ummatga, xalqqa, vatanga berib turib huzurlanayotgan bo'lsang, berib ato qilib maza qilayotgan bo'lsang, demak sen payg'ambarlarga ergashganlardansan. Agar olib, yulib, bosib olib, bekitib olib, hammadan maza qilayotgan bo'lsang, sen ikkinchi toifaga bo'yinsungan, ergashgan kishilardan ekansan. Xullas, berib o'zimiz baxtli his qilyapmizmi, olibmi? Insonlar oliy himmat bo'ladi yoki buni aksi bo'ladi, pastkash, razil, tuban insonlar bo'ladi. Fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Ana shunday bir razil, tuban, pastkash bo'lgan insonlar haqida Alloh taolo aytadi. Bas biz qiyomat kunida ular uchun hech qanday qadr-qiymat bermasmiz. Ya'ni ularga Alloh taolo parvo ham qilmaydi. Ular nima bo'ldi, qayerda bo'ldi, ularga tarozi ham qo'yilmaydi. Ular uchun nima bor? Sag'oruna indalloh. Allohning huzurida ularga xorlik bor. Bunaqa odam pastkash, razil, tuban odam qaysi vodiyda o'lib ketdi, Alloh unga parvo qilmaydi. Chunki bu odam dunyoni arzimas, tuban, past lazzat, huzur, harovatlar bilangina hayotini o'tkazgan edi.
amallarning shariatga muvofiq bo'lishligi. Albatta bu juda ham bir muhim masala. Qanaqa amallar? Masalan, siz qilayotgan mana shu ish sizga ertangi kuningizda foyda beradimi, yo'qmi? Shuni fikr qilishlik kerak. Biz ertangi kun deganda 10 yildan keyingi hayotni tasavvur qilamiz. Ertaga shu narsani qilib qo'ysang, senga foydasi tegadi. Ya'ni faqat shu dunyoda foydasi tegadigan ishni ertangi ish deb o'ylaymiz. Yo'q akalar, biz undan keyingi kunda aytyapmiz. Siz qilayotgan ish qabringizga siz bilan birga kiradimi, yo'qmi? Qiyomatda, mahsharda yoningizda turadimi, yo'qmi? Biz mana shu ish haqida gapiryapmiz. U oxiratga iymon keltirmagan kofir ham 10 yildan keyingi qiladigan ishiga rashod bilan ish qiladi. Mana o'qishda o'qisang, moncha yildan keyin moncha pul topasan. Mana qalamchani ekib qo'ysang, 20 yildan keyin teremoncha pul bo'ladi. Hamma ertangi ishni kunda ishi deganda faqat shu dunyoda ishini o'ylaydi. Biz qabrga biz bilan kiradigan ish haqida so'z yurityapmiz, birodarlar. Odam bolasi o'ldi. U bilan qabrga nima kiradi? Har bitta odam bolasiga o'lim kelar ekan, ajal farishtasi kelar ekan, nima deydi? Mana Alloh taolo kofirlar haqida aytadi: "Qala robbirji'un. Qala robbirji'un la'alli a'malu solihan fima tarakt." O'lim ko'ziga ko'rib qolganida, Parvardigor, meni yana hayotga qaytaringlar, shoyat men qolgan umrimda yaxshi amal qilsam deydi. Qaysi ishni qiladi endi? 10 yildan keyin foydasi tegadigan ishni qilmaydi. Qabrga u bilan kiradigan ishni qiladi. Shuning uchun musulmon odam qilayotgan ishi shariatga muvofiq bo'lishligi kerak. Qachon nadomat chekmaydi inson vafot etayotib? Agar o'limidan keyingi kunga tayyorgarlik qilib qo'ygan bo'lsa. Nima qilgan bo'lsa? Ishongan bo'lsa, qo'rqgan bo'lsa, ato qilgan bo'lsa. Ulug' inson, martabasi oliy inson dunyoni uni boricha ko'ra oladi. Ulug' inson, oliy inson dunyoni boricha ko'ra oladi. Birodarlar, dunyo aldaydi. Qanday qilib aldaydi? O'zini boridan ko'ra kattaroq bo'lib ko'zingizga ko'rinadi. Boridan ko'ra kattaroq bo'lib ko'zingizga ko'rinadi. Alloh taolo aytadi: "Astagfirullah. Fala taghurrannakumul hayatud dunya va la yaghurrannakum billahil gharur." Bas, hargiz sizlarni hayotda dunyo aldab qo'ymasin va hargiz sizlarni g'urur, ya'ni shayton aldab qo'ymasin. Qarang, dunyo o'zini boridan ko'ra kattaroq bo'lib ko'rinar ekan. Hayotning avvalida ukalar, hayotning avvalida dunyo matohi, dunyo hayoti hamma narsa ekandek ko'rinadi ko'zimizga. Uy, mashina, pul, ayol, xullas chaqa 3-4. Shu dunyoda zeb ziynati boyligi hamma narsa deb o'ylaydi. Hayotini bir qismiga kelganida 40 ga 50 ga kirib, shu dunyoda chaqa-chuqasidan, latalutasidan ozgina qo'lga kiritgandan keyin qarasa, dunyo hamma narsa emas ekan. Ozgina narsa ekan. Endi dunyodan chiqib ketayotganda, dunyoni hech narsa emasligini tushunadi odam. Buni 80 ga 90 ga kirgandan keyin tushunadi. Mana shu odam endi ko'rdi dunyoda nimaligini, boshidan oxirigacha. Mana endi ulug' inson bo'ldi, lekin amal qiladigan vaqt o'tib ketdi. Insonning oliyligi, insonning ulug'ligi, yuksakligi shu dunyoni u qanday bo'lsa, shundayligicha ko'ra olishligida. Tushuntira oladimmi? Mashina olsam deysiz, mashina olasiz, zo'r, 1 yildan keyin ko'nikib qolasiz. Uyingiz yo'q, uy olasiz, uyli bo'lgandan keyin, uyli, joyli, pulli bo'lgandan keyin qaraysiz ham to'lmayapti mana. Qalb to'lmayapti. Demak, dunyo hamma yo'q emas ekan. U faqat bir narsa ekan. Endi dunyodan chiqib ketayotganda bu dunyo hech narsa emasligini tushunadi. Demak, hozirdan bir yuksaklikka intilaylikki, dunyoda asl holicha ko'rishni bilaylik. Vaholanki dunyo oldi edi, dunyo chiroyli, ertayu kech ko'zimizga telefonda, televizorda, internetda dunyoda ziynati ko'rsatilyapti, aldayapti. Demak, insonning ulug'ligi nimada ekan? Hayotning avvalidanoq dunyoni nima ekanligi haqida to'g'ri tasavvurga ega bo'lishlikda. Masalan, mana yoshi ulug' bo'lib qolgan oqsoqollarimizdan so'rab, agar 18 yoshingizga qaytarilsa, nima ish qilardingiz desa, yoshlar sizlar qilmayotgan ishlarni aytadi bular. Chunki bular ham sizlarni yoshingizda sizlar qilgan ishni qilgan. Ana shu qilgan ishlarni ko'pi noto'g'ri bo'lganligini endi tushunishdi. Faqat yosh katta bo'lib qoldi.
Endi shular sizlarga manaqa qil, manaqa qilma desa, ha bu shollar miyasi qarib aynib qolgan. Bular nimani bilardi deb o'ylaysizlar. Tushunarlimi? Sizlar uchun yoshlar dunyodagi eng mehribon ikkita odam kim desa, tiriklardan otam bilan onam deysiz. Siz uchun eng mehribon, yaxshilikni haqiqiy ravo ko'radigan ota-onangiz nasihat qilsa olmaysiz. Nazaringizda bilimliroqsizda. Dunyo hamma yo'q emas deyapti ota-ona. Siz hamma yo'q deyapsiz. Endi opa-dadanglar dunyo hech narsa emas deydi. Ittiroq tushunaylik shu narsani. Mana dunyo hech narsa emas ekanligini tushundi. Demak, eng katta g'ami oxiratga aylandi buni. Bu odamni eng katta g'ami oxirat bo'ldi. Agar eng katta g'amingiz oxirat bo'lsa, nima bor sizga? Sodiqul masduq Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytayaptilar. Agar oxirat seni eng katta, eng birinchi g'aming bo'lsa, nima bor senga? Diqqat qilinglar. An Anas ibn Malik roziyallohu anhu ani Nabiy sallallohu alayhi vasallam qol, bu hadis Imom Termiziydan. Man kanatil axiratu hammahu. Kimning oxirat g'ami bo'lsa, ja'alallohu ghinahu fi qalbihi. Bu odamning boyligini Alloh qalbiga joylab qo'yadi. Boylik qayerda bo'lar ekan? Seyfdami? Qayerda? Zavoddami, cho'ntakdami, qayerda ekan? Boyligini qalbiga joylab qo'yadi. Va jamalahu shamlahu, ishlarini jamlab qo'yadi. Va atathu dunya va hiya roghima. Dunyo kelaveradi, bu parvo qilmay qo'yadi. G'amiz oxirat bo'lsa, birinchi eng katta g'amiz oxirat bo'lsa, Alloh qalbingizga boyligingizni joylab qo'yadi. Xotirjamsiz doim. Ishlaringiz jamlangan, dunyo kelaveradi, parvo qilmaysiz. Endi teskarisi bo'lsa-chi? Va man kanati dunya hammahu ja'alallohu faqrahu bayna aynayhi. Endi kimni eng katta g'ami, eng asosiy g'ami dunyo bo'lsa, Alloh uni faqirligini mana shu ikkala ko'zining o'rtasiga yozib qo'yadi. Va faroqa shamlahu, ishini sochib qo'yadi. Va lam ya'tihi minad dunya illa ma quddira lahu. Dunyodanmi Alloh yozgan oshchasi kelmaydi. Farq nimada bo'lyapti? G'amda bo'lyapti. G'aming nima? Birodar, dunyoda zo'r yashamoqchimisan? Oxiratda g'amini birinchi o'ringa qo'y. Oxiratda zo'r yashamoqchimisan? Oxiratda g'amini birinchi o'ringa qo'y. Ikki dunyoda saodat topmoqchimisan? Dunyoni nima ekanligini hozirdan ko'r. Oxiratda g'amini birinchi o'ringa qo'y. Kim mana shu g'amini birinchi o'ringa qancha darajada olib chiqqan bo'lsa, hayoti shunga qarab ketadi. Ma'qulmi? Chunki la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Havodan olib gapirmaydigan, balki gapirgan gaplari vahiy bo'lgan Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam siz bilan bizga bu haqiqatni bayon qilyaptilar. Hadis qudusida keltiriladi. Jami' Sag'irdan Abu Dardo roziyallohu anhu dan. Annal jinna wal insa fi naba'in azim. Akhluqu wa ya'budu ghayri. Wa arzuqu wa yashkuru siwai. Khayri ila al-ibadi nazilun va sharruhum ila yasa'idun. Robbimiz aytadi. Alloh hayron bo'lyapti bandalarning ishiga. Alloh bandalarning ishidan ajablanyapti. Albatta jin va ins ulug' xabar ustidadirlar. Men ularni yaratdim. Ular bo'lsa mendan boshqaga ibodat qilishadi. Men ularga rizq beraman-u, mendan boshqasiga shukr keltirishadi. Meni xayriyatlarim ularga nozil bo'lib turadi, ammo menga ularning yomonligi ko'tarilib turadi. Ne'matlarimni ato qilib, ularga o'zimni mahbub qilmoqchi bo'laman. Vaholanki men ulardan behojatman. Ular esa ma'siyatlari bilan menga mabg'uz bo'ladilar va ular menga eng muhtoj narsadirlar. Alloh beryapti. Men ularga mahbub bo'lay desa, bandalar Alloh taolaga mabg'uz bo'lyapti. Rizq Allohdan tushib turibdi, boshqaga shukr keltirishyapti. Ne'matlar Allohniki, lekin bandalar Allohga kufron ne'mat qilyapti. Alloh taolo hayron bo'lyapti. Ey bandalarim deydi Alloh taolo hadis qudusiyda. Ey bandalarim, agar avvaliyo oxiringiz, insu jiningiz, orangizdagi eng taqvodor insonning qalbidek bo'lsangiz ham, mening mulkimga buni hech qanday foydasi tegmaydi. Ey bandalarim, avvaliyo oxirgilar, insu jin
oranglardagi eng fojir kishini qalbidek bo'lib kelsalar, meni mulkimga hech qanday zarar yetmaydi. Allohga kerak emas bizdan hech narsa. Biz al-Jawad sifatidan o'zimizga ulush olib, saxovatli bo'lib ato qilayotgan paytimizda Allohga ato qilayotganimiz yo'q. Kimga ato qilyapmiz? O'zimizga. Ey bandalarim, avvalgi oxiringiz, insu jinlaringiz bir joyga to'planib, mendan hojatlarini so'rasalar va men ularning har biriga so'ragan narsasini berganimda ham, bu mening huzurimdagi narsalarni kamitmaydi, magar igna dengizga botirilganda undan qancha suvni kamaytirsa, shuncha kamaytiradi. Ya'ni Alloh taolo al-Jawad, saxovatli bo'lgan zot. U zotning atosini cheki yo'q. Biz o'zimizda saxovat, al-Jud ato qilish sifatini paydo qilsak, faqat kimga foyda? Faqat o'zimizga foyda. Demak, baxillik qilayotganimizni o'zimizdan baxillik qilyapmiz. Qizg'anayotganimizni o'zimizdan qizg'anyapmiz. Berayotganimizni o'zimizga beryapmiz. Mana shu mo'min kishining manhaji bo'ladi. Agar ustingizga yoqqan ishlar kelayotgan bo'lsa, Allohga hamd ayting. Agar ustingizga sizga yoqmayotgan ishlar kelayotgan bo'lsa, faqat o'zingizni malomatlang. Innalloha toyyibun yuhibbul toyyiba, nazifun yuhibbun nadofata, karimun yuhibbul karama, jawadun yuhibbul juda. Imom Termiziydan. Rasululloh aytadilar, Sa'd ibn Abi Waqqosdan, albatta Alloh pokiza zotdir. Pokizalikni yaxshi ko'radi. Tozadir, tozalikni yaxshi ko'radi. Karimdir, karimlikni yaxshi ko'radi. Saxovatli, javoddir, saxovatni yaxshi ko'radi. Muomala ibodatlar. Muomaladagi ibodatlar to'g'ri bo'lmasa, ramziy, shioriy ibodatlar to'g'ri bo'lmaydi. Qaytaramiz. Taomuliy ibodatlar to'g'ri bo'lmasa, shioriy, ramziy ibodatlar to'g'ri bo'lmaydi. Agar bir bandani xulqi yaxshi bo'lmasa, kamtar bo'lmasa, rahm shafqatli bo'lmasa, rostgo'y omonatdor bo'lmasa, saxovatli bo'lmasa, bunday odam komil mo'minlar qatoriga qo'shila olmaydi. Mana ibodatlar bor. Namoz, roza, haj, zakot, bular birodarlar shioriy ramz ibodatlar. Islomning ramzi shiorlari. Endi bundan tashqari taomuliy ibodatlar bor. Muomaladagi ibodatlar bor. Asl narsa muomaladagi ibodat. Agar bir odam 5 vaqt namoz o'qib roza tutayotgan bo'lsa-yu, mana shu xulqi, odamlar bilan qilayotgan muomalasi shariat talabida bo'lmasa, nariga amallari to'g'ri bo'lmaydi. Dalillar bor, birodarlar. Siz namozxoningizni fesh qilib turib, paddelni tavarda o'tkazayotgan bo'lsangiz, ro'zadorligingizni aytib turib, tarozdan urayotgan bo'lsangiz, bu ibodatlaringiz qabul bo'lmaydi. Din nima deb so'raganida Rasululloh go'zal xulq deganlar. Shioriy ibodatlar, taomuliy ibodatlar. Shioriy ibodatlar to'g'ri bo'lmaydi, taomuliy ibodatlar to'g'ri bo'lmasa. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam dedilar, bu hadis Ibn Mojadan, mening ummatimdan bo'lgan shunday kishilarni bilaman. Ular qiyomat kunida Tihoma tog'laridek hasanotlar, savoblar bilan kelishadi. Tihoma tog'lar juda ham katta tog'lar. Shunaqa katta savob bilan keladi. Bas Alloh taolo ularning u savoblarini sochilgan kuldek yo'q qilib tashlaydi. Meni ummatim, demak la ilaha illalloh Muhammad rasululloh degan. Savoblar bilan keladi, demak namoz ro'zasi bo'lgan. Lekin bu savoblarning birontasi ularga foyda qilmaydi. Shunda Savbon roziyallohu anhu, "Ya Rasululloh, bizga ularni sifatlab bering. O'zimiz bilmagan holda ularga o'xshab qolmaylik. Yaxshiroq tushuntirib bering." dedi. Shunda Rasululloh aytdilar, albatta ular sizlarning birodarlaringiz. Ular sizlardan. Ular ham sizlar kabi tunni bedor o'tkazadilar, lekin Allohning harom qilgan narsalari bilan yolg'iz qolgan paytlarida shunga berilib ketadilar. Ya'ni Alloh harom qilgan ishlarda o'zi yolg'iz qolgan paytda to'xtamasdan qiladi. Yolg'onni gapiradi, tarozidan uradi, qo'pollik qiladi, baxillik qiladi, odamlarga ozor beradi, kibr qiladi, birovni mensimaydi, xulqi chataq bo'lgan. Ukalar, axloqimiz zo'r bo'lmasa, odamlar bilan qilayotgan muomalamiz yo'q bo'lsa, bizni qilayotgan ibodatlarimiz bizga foyda qilmay qolishi mumkin. Alloh saqlasin, sochilgan kuldek bo'lib ketishi mumkin savoblari. Xulqimizni to'g'rilaylik, muomalamizni to'g'rilaylik. Payg'ambarimiz aytganlar, kattalarimizga hurmat ko'rsatmagan,
Kichkinalarimizga shafqat ko'rsatmaganlar bizdan emas deganlar. Biz o'zimizga faqatgina namozimiz, ro'zamiz bilan baho bera olmaylik. Xulqimiz bilan, odamlar bilan qilayotgan muomalamizga qarab baho beraylik. Ha, namoz ibodat, ro'za ibodat, zakot ulug' ibodat. Lekin bular foyda qilmaydi agar axloqimizni tuzatmaydigan bo'lsak. Man lam yada qawla zur va amala bihi. Dalillab qo'yaylik gapimizni. Kim yolg'on so'zni va unga bo'lgan amalni tark qilmasa, bunday odamni ovqatini, sharobini chekkaga surib qo'yganligini Allohga keragi yo'q deyaptilar Rasululloh. Ro'za tutsangiz, yolg'on gapni, yolg'onga amalda tashlamasangiz, sizni ro'zingiz ro'za ham deyilmayapti. Man hajja bimalin harom va qala labbayk Allohumma labbayk yunada alla labbayk va la sa'dayk va hajjuka mardudun alayk. Kim harom mol bilan haj qilib turib, labbayk Allohumma desa nima bo'ladi? Rasululloh aytadilar, unga nido qilinadi. Senga labbay emas, hajjing o'zingga qaytarilgan. Zakot. Qul anfiqu taw'an aw karha lan yutaqabbala minkum innakum kuntum qawman fasiqin. Ayting ey munofiqlar, xoh o'z xohishingiz bilan, xoh majburan infoq ihson qilinglar, sizlardan hargiz qabul qilinmaydi. Chunki sizlar itoatsiz, fosiq qavm bo'ldingiz. Muomaladagi ibodatlarimiz o'rnida bo'lmasa, shioriy, ramziy ibodatlarimiz to'g'ri bo'lmaydi. Darsimizning nihoyasi. Innalloha tayyibun yuhibbut tayyiba. Innalloha jawadun yuhibbul juda. Alloh taolo javod, sahiy bo'lgan zot, saxovatni yaxshi ko'radi. Banda Robbisining mana shu ismidan o'ziga ulush nasib olsin. Allohning go'zal ismlari bor, bas unga ana shular bilan duo qiling. Birodarlar, o'zimizga bahoni faqat namozimiz, ro'zamiz bilangina bermaymiz. Komillikka intilayotganimiz bilan, komil sifatlarni o'zimizda paydo qilayotganimiz bilan, mana shu ismlardan ulush olayotganligimiz bilan baho beramiz. Rostgo'y bo'lsak, ishonchli bo'lsak, insofli bo'lsak, muhsin bo'lsak, saxovatli bo'lsak, mana shu narsalar siz bilan bizni Allohning huzurida yuksaltiradi, qadrimizni ko'taradi. Aqulu qawli hada va astagfirullah. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'dil amin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Amma ba'd, assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh azza va jallaning go'zal ismlaridan, Asmaul Husnodan olib borayotgan navbatdagi darsimiz Alloh subhanahu va taoloning Al-Jawad ismi haqida dars qilgan bo'lamiz. Al-Jawad, sahiy, saxovatli. Mo'min kishi so'zi ham, amali ham chiroyli bo'ladi. Chunki uni Robbisi Al-Jawad, so'zni ham, fe'lni ham eng chiroyligini qoyim qiladigan zot, bu sifatidan, bu ismidan mo'min o'ziga ulush nasib olishi kerak. Mo'min kishining axloqi go'zal bo'ladi. Sodiq mo'min o'ziga mana shu ismdan nasib olgan bo'ladi, shuning uchun xulqi go'zal bo'ladi. Shuning uchun ulamolar aytishadi, iymon axloqdir. Kimning axloqi senikidan yuqori bo'lsa, demak uni iymoni ham seni iymoningdan o'zib ketibdi. Biz endi albatta la ilaha illalloh Muhammad rasululloh degan mo'minlar haqida gapiryapmiz. Masalan, g'ayri dinlar yoki xudosizlarda ham qarasangiz, xulqi, axloqi ideal bo'lganlari bor. Yonidan ketgisi kelmaydi, shu muomala, shirin so'z, lekin uniki xulq emas, uniki hunar. Bizdagi biz sanayotgan go'zal xulq, u xulqmi bizga yo hunarmi? Qanday bilsak bo'ladi shuni? Masalan, styuardessalar bor, samolyotda. Juda ham sertabassum bo'ladi. Xushmuomala bo'ladi. Bunday qilsa yurib keladi, suv deysiz, olib beradi. Uniki xulqmi, hunarmi? Qayerdan bilasizlar? Pul oladi? O'qigan, hunarli bo'lishganmi? O'qigan. Yo'q, uniki hunar, to'g'ri aytdinglar. Chunki o'sha boyaga styuardessa kiyimini kiyganda u shuning uchun pul oladi.
Endi o'sha kiyimini yechgandan keyin ko'chada ko'ring-da. Demak, uniki hunar, biznikichi. O'zimizdan kattaroq, quvvatliroq, mansabli odam kelsa chiroyli, endi bizdan pastroq kelganda-chi? O'zimizga qaraylik. Ko'chada xushmuomala chiqib yuribmiz, uyga kelganda-chi? Agar uyga kelganda ham o'sha shirin suxonlik, o'sha xushmuomalali bo'lsa, bu xulq ekan. Bo'lmasa nima ekan u? Demak, kimni axloqi seni axloqingdan o'zib ketgan bo'lsa, demak uni iymoni ham sendan nima bo'lib ketibdi? O'zib ketibdi. Shuning uchun ukalar, o'qiyotgan namozimiz, o'qiyotgan Qur'onimiz, qilayotgan sunnat amallarimiz nihoyatda go'zal, nihoyatda yaxshi. Lekin shuni yonida xulq ham bo'lishi kerak. Agar boyaga qilayotgan amallarimiz qorin o'rnida bo'lsa, xulq bel o'rnida bo'lishi kerak. Chunki qorin bo'lmasa bel bo'lmaydi. Bel bo'lmasa qorin bo'lmagandek, bu amallarimizni to'g'ri bo'layotganligi, haqiqiy bo'layotganligini belgisi xulqimizda ko'rinadi. Shuning uchun kattalarga hurmatli bo'laylik, kichkinalarga shafqatli bo'laylik. Agar bizda kibr turgan bo'lsa, o'zimizdan boshqani bir tinga olmayotgan bo'lsak, mutakabbir bo'lsak, demak bizni iymonimiz hali nochor ekan. Demak, al-jud so'zini bitta ma'nosi saxovat, yana bitta ma'nosi so'z va amallarni eng go'zalini keltirishlik. Bu birinchi va ikkinchi ma'nolari bo'ldi. Mana birinchi ma'nosi saxovat ekan. Alloh taolo al-Jawad, saxovatli bo'lgan zot. Mo'min kishi saxovatli bo'ladi. U o'zini hayotini haloyiqqa yaxshilik qilishlik ustiga quradi. Alloh taolo unga nima bergan bo'lsa, shuni haloyiqqa sarf qiladi. Shuning uchun mo'min odam o'zida bor narsani musulmonlarga, insonlarga, umuman mahluqotlarga ato qilganda o'zini baxtli his qiladi. Ya'ni ato qilib berib huzurlanadi. Biz ham o'zimizdan so'raylik. Haloyiqqa yaxshilik qilib borimizni berganimizda o'zimizni yaxshi his qilamizmi yoki olganimizdami? Mo'min ato qilib huzurlanadi. Nima uchun? Chunki aniq biladi. Agar u o'zidagi xayriyatni ato qilsa, al-Jawad bo'lgan, saxovatli bo'lgan Robbisi singari ato qiladigan bo'lsa, aniq biladi. Robbisi uni o'zini fazli marhamatiga o'rab qo'yadi. Shuning uchun faqat olishlik falsafasi bilan yashayotgan, olib qolsam, yulib qolsam bo'ldi deyotganlarni falsafasi bilan qarasangiz, mo'min odamni qilayotgan ishi aqlga sig'maydi. Bu yoqdagilar olib maza qilganda u berib maza qiladi. Chunki uni o'lchov tushunchasi kitobi sunnatga muvofiq. Mo'min aniq biladi. U ato qilsa, bu qilingan yaxshilik Alloh taoloning zimmasiga qarzi hasana bo'lib yoziladi. Alloh qarzdor bo'ladi. Siz mahluqotlarga yaxshilik qilsiz. Endi Alloh taolo qarzini uzmaydigan zotmi? Ma'qulmi? Uka, men ushashib qo'yin desa, aka vaqtim yo'q. Uka, ona uzatib oling, o'zingiz oling. Mana shuchi u rahmatam demaydi deng. Masalan, mashinasini chiqara olmay, borib turtishib qo'ydingiz. Indamasdan chiqib ketaverdi. Hech bo'lmasa maqib qo'ymadi. Banda, mo'min banda kimga qilmasin yaxshilikni, u odamgami, hayvongami, parrandagami, darrandagami, ko'katgami yaxshilik qildimi, aniq biladi. Alloh taolo uni albatta mukofotlaydi. Eslaylik, bir fohisha bag'iy ayol chanqab turib suv ichdi quduqdan olib. Qarodi bir it issiqdan, chanqoqdan shu holi qurib, shu qumda yalayotdi, yotib olib. Ha, bu ham chanqabdi. Bu sahih hadis bu. Dizida kavshiga suvni quyib turib, itni tumshug'iga tutib ichirib qo'ydi. Bitta qilgan yaxshilik uchun. Ya'ni odamga qilingan emas edi bu yaxshilik. Hayvonga, hayvon bo'lib qo'yga yoki sigirga emas edi. Kimga? Itga edi. Shuning uchun birodarlar, birovga yaxshilik qilayotgan bo'lsak, u ikki og'iz shirin so'zmi, pulmi yoki bir boshqa bir yordammi, foydamiz tegyaptimi? Aniq biling, Robbingiz qarzi hasana qilib yozib qo'yadi buni. Ya'ni Robbimiz aytadi, astagfirullah, man zalladhi yuqridu Alloha qardan hasana fayudaifahu lahu adha'afan kathira. Allohga qarzi hasana beradigan kim borki, Alloh unga bir necha barobar qilib qaytarib bersa. Ber deyapti Alloh taolo. Men ko'paytirib qaytaraman deydi. Bizda qanaqa? Avval bersin o'zi.
qil, Allohning yo'lida infoq qil desa, yo'q deydi. Puling yo'qmi? Oyoq qo'ling ham yo'qmi? Qarzi hasana deganda faqat pulni tushunmaylik. Aytyapmiz-ku, aga chiqsangiz, namozxonlar shu kalashlar pala-parcha yashib kirib ketibdi. Tartibga keltirib qo'ying. Unga ham pul kerakmi? Sizdan sodir bo'lgan yaxshilik kimga bo'lishidan qat'iy nazar Alloh qaytarib beradi buni ko'paytirib. Agar biz ato qilsak, birodarlar, Alloh taolo bizga ikki dunyoda ato qiladi. Shunaqa ato qiladiki, Allohning saxovatini, fazli karamini ko'rib turib, uyalib ketamiz. Chunki bunchalik saxovatga, bunchalik xayriyatga loyiq ish qilmagan edik biz. Lekin Robbimiz mana shunday saxovatli bo'lgan, al-Jawad. Hozir payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bir hadisini o'qiymiz. Diqqat qilib turasizlar. Ehtimol ishimizda bizni o'ylantirgan ayrim bir chigal masalalarni yechib qo'yar. Payg'ambarimiz duo qilganlar. Allohumma urzuqni hubbak va hubbu man yanfa'uni hubbuhu indak. Parvardigor, o'zingning muhabbating bilan meni rizqlantirgin. Menga foydasi borning muhabbati bilan ham rizqlantirgin. Ya'ni bir odamni yaxshi ko'rsam, shuni muhabbati menga foydali bo'lsin. Bas unga bo'lgan muhabbatim men uchun seni huzuringda foydali bo'lsin. Birinchi qismi tushunarli-a? Ikkinchi qismi. Allohumma ma razaqtani mimma uhibbu faj'alhu quwwatan li fima tuhibbu. Parvardigor, men yaxshi ko'rgan qaysi narsa bilan meni rizqlantirgan bo'lsang, meni nimani yaxshi ko'rsam, shuni bergan bo'lsang, bas uni sen yaxshi ko'rgan narsada menga quvvat qilgin. Men yaxshi ko'rgan nimani bergan bo'lsang, men yaxshi ko'radigan narsalardan. Shu narsa quvvat bo'lsin menga, sen yaxshi ko'radigan ish uchun. Endi asosiy joyi. Allohumma ma zawayta anni mimma uhibbu faj'alhu faraghan li fima tuhibbu. Parvardigor, men yaxshi ko'rgan qaysi narsani mendan nari qilgan bo'lsang, men yaxshi ko'rgan narsani menga bermagan bo'lsang, bas o'sha holatni o'zing yaxshi ko'rgan narsa uchun menga forg'ilik qilgin. Ya'ni bir narsani yaxshi ko'rdim, bermading. Endi shu bermaganliging, shu narsani menda yo'qligi sen yaxshi ko'rgan ishlar uchun menga bo'sh vaqt bo'lib qolgan bo'lsin. Nimalarni so'ramayapmiz? Nimalarni yaxshi ko'rmayapmiz? O'sha narsalar yo'q. O'sha yo'qmi? Demak bizni band qilmayapti o'sha narsa. Band qilmayapti. Shu bo'sh vaqtingiz Alloh taoloni rozi qiladigan ishlar uchun sarflanadigan bo'lsin. Qani bermagan joyini ham foydasiga bo'lib qolish bo'lyaptimi? Bergan bo'lsa, zo'r endi. Bermagan bo'lsa-chi? Ya'ni Robbim menga berganing ham, bermaganing ham seni yo'lingda, ibodatda bo'lishimga sabab bo'lsin. Berganingga shukr keltirib, seni ibodatingda bo'lsam, bermaganingga rozi bo'laman, u ham nimaga o'tadi? Ibodatga o'tadi. Masalan, nima deymiz? Alloh taolo bizga nima bergan bo'lsa, buni ortidan oxiratni iroda qilishimiz kerak. Ilm berdimi, mol berdimi, sog'lik berdimi, mansab berdimi, vaqt berdimi, quvvat berdimi, nima berdi? Hammasini ortidan oxiratni ko'zlaylik. Nafs, qalb ilmini olimlardan so'rashdi. Zakot qanaqa beriladi moldan? Dedi haligi olim, sizlardami, bizdami dedi. Siz bilan bizmi bormi? Bir xil bo'lmaydimi dedi. Sizlarda molni 40 dan 1 qismi zakot qilib beriladi. Bizda mol ham, u molning egasi ham bergan zotning mulki dedi. Tushunarli bo'ldimi? Bu qul inna solati va nusuki va mahyai va mamati lillahi robbil alamin oyatiga muvofiq bo'ladi. Ayting, albatta namozim, ibodatlarim, hayotim, mamotim butun olamlarning parvardigori bo'lmish Alloh uchundir. Ya'ni bizga nima bergan bo'lsa ham Allohniki, nimani bermagan bo'lsa ham Allohniki. Nimani bergan bo'lsa ham, nimani bermagan bo'lsa ham bu holat bizni Allohning qulchiligiga tegishli kerak. Agar to'g'ri yo'lda turgan bo'lsak. Shuning uchun Alloh senga bergan narsadan bandalarga ato qilayotganing, ey banda, seni aqlning va zakovatning cho'qqisida ekanligini belgisi. Qaytaramiz. Alloh senga bergan narsadan bandalarga ato qilayotganing aql va zakovatning cho'qqisida ekanligini belgisi. U
aqli va zakovati cho'qqisida bo'lmagan odam baxillik qiladi. O'zim deydi. Olib qoladi va ko'paymaydi. Aytayapti, bersang ko'paytirib beraman deb. Chunki inna lillahi ma akhadha va lahu ma ata. Bergani ham Allohniki, olgani ham Allohniki. Shuning uchun palonchi o'tibdi, akangiz o'tibdi, ukangiz o'tibdi, otangiz o'tibdi deganda inna lillahi va inna ilayhi rojiun deymiz. Albatta biz Allohnikimiz, Allohga qaytib boramiz va olgani ham Allohniki, bergani ham Allohniki. Shunda bandani qalbida rozilik paydo bo'ladi. Shuning uchun Parvardigor men yaxshi ko'rgan qaysi narsani mendan nari qilgan bo'lsang, bas shu holatni bermagan holatingni o'zing yaxshi ko'rgan narsa uchun menga bo'sh vaqt qilgin, foriylik qilib bergin. Siz boshqa uyda orzu qiludingiz. Alloh taolo boshqa uyni berdi. Siz boshqa ayolni orzu qilgan edingiz. Alloh taolo boshqasini berdi. Mana siz xohlagan narsani bermadi. Ana shu sizga berilmagan narsa agar berilganida vaqtingizni, qalbingizni band qilardi shu narsa. Inson bolasi o'zini topish tutishini cheksiz bo'lishini xohlaydi. Har oyga deylik 50 ming dollardan pul topishni xohlaydi. To'g'rimi? Ozatib qo'ymadimmi? 5 ming dollardan oliy topishni xohlaydi. Bilasizmi, 50 ming dollardan har oyda pul topsangiz, kallangiz yomon band bo'lib qo'yadi. Endi qayerga sarflasam ekan? Mana hozir yo'q pul, topatib deylik qo'lingizga 1000 dollar kelib qoldi. Darrov boshingiz qatib qoladi. Bilasizmi? Nima qilsam ekan? Qo'yib qo'ysam ekan? Yo, yog'ochga bosib qo'ysam. Yo'q edi. Yo'q edi nima bo'layotdi? O'shuning uchun men yaxshi ko'rgan narsadan qaysinisini menga bermagan bo'lsang, shu bermaganliging, demak men bo'shman shu narsadan. Shu bo'sh vaqtimni o'zing rozi bo'ladigan ish tomonga burib qo'ygin. Odam bolasi o'zini topishini, hisobsiz bo'lishini xohlaydi, lekin daromadini cheklanganligini ko'radi. Albatta buni ortida hikmat bor. Mana Musa alayhissalom va Xizr alayhissalom qissasiga murojaat qilamiz. Bir yosh bolani o'ldirib qo'ydi. Xizr alayhissalom yosh bolani, shu balog'atga yetmagan yosh bolani o'ynab turgan joyda o'ldirib qo'ydi. Nimaga o'ldirding dedi Musa alayhissalom. Keyin javobini berdi qissaning nihoyasida. Bu bola katta bo'lganda fisq fujurga kirardi, kofir bo'lib ketardi va ota-onasini ham kofir bo'lishiga sabab bo'lar edi. Mana endi bu bolani o'ldirib qo'yildi, ota-ona yomon bo'ldi deb o'ylayapti. Shu bolani olib qo'ydi ularning qo'lidan Alloh taolo. Lekin buni orqasida hikmati nima edi? Ularni kufrdan to'sishidi. Keyin Alloh taolo undan ko'ra yaxshiroq solih farzandni berdi. Endi qiyomatga borganda shu farzand nimaga olib qo'yilganligini ota-ona hikmatini tushunganida qalbi shukrdan erib ketadi. So'rayapsiz, faloncha narsani bermayapti. Buni orqasida hikmati bor, biling. Chunki Robbingiz al-Javod, saxovatli bo'lgan zot. Qizg'anmaydi Robbingiz. Lekin shuni bermadimi? Bir hikmati bor. Bo'lmasam va qala robbukum ud'uni astajib lakum. O'zi aytib turibdi, ayting Muhammad alayhisalom, duo qilinglar Robbilarga, ijobat qiladi deb turib, siz so'ragan narsani bermadi. Endi nima deyishingiz kerak? Albatta buni orqasida bitta hikmat bor. Agar o'sha orzu qilgan katta daromad qo'lga berilsa, o'sha daromad bilan, o'sha dunyo bilan ovora bo'lamidi? Bo'lar edi. Shuncha aytiladi, al-imanu bil qadar, al-imanu bil qadar yuzhibul hamma val hazan. Qadarga bo'lgan iymon g'am, qayg'uni ketkazadi. Alloh taolo taqdir qilgan narsa bo'ladi deydi, xotirjam bo'ladi. Va kullun indahu bi ajalin musamma faltasbir val tahtasib. Har bir narsa uning huzurida aniq o'lchov bilan belgilangan. Bas sabrli bo'lib, savob umid qil. Ya'ni sabr qilganingga nima qilgin? Savob umid qilgin. Al-jud ma'nolaridan ato qilish, sarf qilishni yengil bo'lishi. Ba'zida bir savobli ishga qo'lida 3-4 chaqasi bor odamni bir rag'batlantirib, shijoatlantirib, shu yaxshi ishga bir hissangizni qo'shin deb harakat qilasan, hujjat dalil keltirasan, bir oyat hadis aytasan, xullas terga botasan. Xo'p deydida,
ozgina infoq qiladi. Vaholanki qo'lida ko'p. Ammo al-jud, saxovat egasi bunaqa bo'lmaydi. Saxovatli insonni infoq qilishligi juda ham oson bo'ladi. Alloh taologa chin iymon keltirgan mu'min hech qachon zihna baxil bo'lmaydi. Chunki berayotganini kimga beryapman deb beradi? Alloh taologa qarza hasanat deb beradi va aniq biladi bu narsani ko'payib qaytib kelishligini. Payg'ambarimiz aytganlar: "Anfiq ya Bilal va la takhsha min zil arshi qilalan." Ey Bilal, infoq qiling. Arsh egasi tarafidan kamaytirilib qo'yilishini dunyoingizni g'amini qilmang. Ha, Bilal roziyallohu anhu kambag'al bo'lgan akalar. Kambag'al bo'lgan. Lekin mana shu zotga Rasululloh aytibdilar, infoq qiling. Qo'rqmang, pulingizni kamaytirib qo'ymaydi Alloh taolo deyapti. Boyaga gapga qaytyapmiz-da, avval bersin Alloh menga, keyin beraman deymiz. Yo, siz bering borini avval. Pulingiz bo'lsa, pulingizni bir qismini bering, ozrog'ini bo'lsa ham. Agar pulingiz bo'lmasa, oyoq qo'lingizni, xizmatingizni bering. Alloh tarafidan bizga rahmat berilmasa, biz rahm shafqatli bo'la olmaymiz. Alloh tomonidan adolat berilmasa, biz adolatli ish qila olmaymiz. Alloh taoloning ismlaridan bizga ulush tegadi, shunda shu sifatlar bizda paydo bo'ladi, birodarlar. Alloh taolo Al-Javvad, saxovatli bo'lgan zot. Shu ismdan o'ziga ulush oling, qalbingizda saxovat bo'ladi. Mana Alloh taolo Al-G'ani, behojat bo'lgan zot. Mo'min kishi Alloh taoloning mana shu ismidan qanday ulush olish kerak o'ziga? O'zini odamlardan behojat his qilish kerak. Shuning uchun mo'min odam iffatli bo'ladi. Mansabdorda yoki boy odam oldida turganda yetti bukilmaydi. Payg'ambarimiz aytganlar: "Man jalasa ila g'aniyin fataza'za lahu, ya'ni tamaskana amamahu, zahaba thulutha dinihi." Qaysi bir kishi boy odam oldida o'tirib, uni oldida o'zini xor tutib bersa, bas shu kishini dinini 3 dan 2 qismi ketdi. Mo'min Robbisining Al-G'ani, behojat ismidan ulush oladi, shuning uchun egilmaydi u. Laganbardor olmaydi u. O'zini behojat, iffati bilan tutadi. O'sha boyamchi doim ham mutakabbir bo'lsa-da, shuna qilib qo'yishganda uni. Shuna qilib qo'yishgan. Shu egilishavergan, qulluq qilishavergan, ine Fir'avn nima degan? Ana robbukumul a'la, men sizlarni xudoylarman degan. Ey banda, sen Alloh uchun Alloh xohlagandek bo'lgin, Alloh ham sen uchun sen xohlagandek bo'ladi. Alloh taolo hadis qudusida marhamat qiladi. Va shu iffatga tegishli joyida iffatli bo'laylik-da. Abdi, anta turid va ana urid. Ey bandam, sen ham xohlaysan bir narsalarda, men ham xohlayman. Fa iza sallamta li fima urid, kafaytuka ma turid. Agar men sendan xohlagan narsada menga taslim bo'lsang, men aytgandaqa bo'lsang, sen xohlagan narsaga men o'zim kifoya qilaman. Fa ilam tuslim fima urid, atabtuka fima turid. Agar men sendan xohlagan ishda, men xohlagandaqa bo'lmasang, sen xohlagan ishda seni mashaqqatga solib qo'yaman, shundan keyin bar men aytgan bo'ladi. Biz Alloh aytgandaqa bo'laylik, qolgan g'amimizni Robbimiz subhanahu va taologa topshiraylik. Shuncha aytiladi: "I'mal liwajhin wahidin yakfiha alwujuh kullah." Bitta yuz uchun ishlagan, bitta yuzning roziligini istagan, qolgan yuzlarga u kifoya qiladi. Allohni rozi qilishlik uchun yashagan, qolgan mahluqotlarni sendan rozi qilib qo'yadi. Endi agar odamlarni rozi qilaman desangiz, qaysinisini rozi qilib yurasiz? Bunga shavla yoqadi, bunga sho'rva yoqmaydi. Bunga shashlik yoqadi, bunga osh yoqadi. Bunga tez gapirsang yoqadi, bunga sekin gapirsang yoqadi. Rozi bo'ladimi odamlar? Irzoin nas g'oyatun la tudrak. Odamlarni rozi qilishlik yetib bo'lmaydigan orzu edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abdulloh ibn Mas'uddan: "Man ja'ala al-humuma hamman wahidan, hamma akhiratihi." Kim hamma g'amlarni bitta g'amga almashtirib olsa, oxirat g'amiga almashtirib olsa, kafahullohu hamma dunya. Alloh bu banda uchun uni dunyosini, hamma ishlarini zimmasiga oladi, Alloh kifoya qiladi.
Va man tasha'abat bihi al-humum fi ahvali dunya lam yubalillahu fi ayyi awdiyatiha halak. Endi kimni dunyoning holatlarining g'ami sochib yuborgan bo'lsa, faqat dunyo g'ami bilan yashayotgan bo'lsa, uni qaysi vodiyda halok bo'lishiga Alloh taolo parvo qilmaydi. Bitta g'amni qil, qolgan g'aming Allohning zimmasiga. Agar Allohning g'amini, rozilik g'amini qilmasang, dunyoda g'amlar seni sochib tashlaydi. Shuning uchun aytamiz, Allohni topgan banda nimani yo'qotibdi? Hech narsani. Allohni yo'qotgan banda nimani topibdi? Hech narsani. Shuning uchun Allohni yo'qotmaylik, Allohni topaylik, qolgan g'amni Robbimiz subhanahu va taologa topshirib qo'yaylik. Agar Alloh taolo sen bilan bo'lsa banda, bilginki, aniq bilginki, dushmaningni ham seni xizmatingga solib qo'yadi. Agar Alloh senga qarshi bo'lsa-chi, odamlarda oxirgisi ham senga kelib jur'at qiladigan bo'lib qoladi. Dalil Musa alayhisalomni so'yishlik uchun chaqlangan qilichlar tug'ilmasidan avval Firavnning buyrug'iga muvofiq so'yilishlik kerak. Banu Isroildan har bitta tug'ilgan o'g'il bola so'yilish kerak. Firavn tushidan qo'rqqan edi. Musa alayhisalomni so'yishlik uchun chaqlangan qilichlar keyin nima bo'ldi? Alloh izni bilan Musa alayhisalomni qo'rg'lab saroydan onasini oldiga olib kelib emizdirib qaytarib olib borib qo'yadigan soqchi qilichlarga aylanib qolmadimi? Ya ishonmaymizmi, birodarlar? Agar Alloh sen bilan bo'lsa, dushmanlaringni seni xizmatingga solib qo'yadi. Faqat sen Alloh bilan birga bo'lgin. Shunda Alloh sen bilan birga bo'ladi. Aqulu qawli hada va astaghfir